Rustam aka, uyg'ondingizmi? Iltimos chelakda suv olib kelib bering. Menga og'irlik qilyapti chelak. O'zing bor olib kel. Men seni malaymanmi? Mana jo'mri bir qadam bo'lsa bor. Og'irlik qilyapti, ko'tara olmayapman. Menga qara. Kelin degani kim tishi? Malay bilan teng kishi degan gapni eshitganmisan? Yo'q. Mana endi eshitding. Yaxshilab eslab qol. O'zim qo'yaymi? Shart emas, o'zim qo'yaman. Erkak kishi ham shunchalik qo'pol bo'ladimi? Ish qilib shu odamni tanlab xato qilmadimmikan? Nima qiliq bu? Telefonimga choy to'kilib ketdi. Yig'ishtiray bu qilig'ingni. Tavba qildim. Tavba. Ajoyib. Men bunga qaynonasimanmi salom qiladi. O'rgilni bulan odatida. Nega siz har doim meni ustimdan kulaverasiz? Ko'ngli og'riydi deb o'ylaysizmi? Sen g'alatiroq emasmisan? Nimam g'alati? Qilayotgan ishlaring g'alati. Nima qildim sizga? O'zingcha buyruq berasanmi? Buyruq berganim yo'q. Yordam so'radim xolos. Nimasi yomon buni? Menga yoqmaydi. Qaytgancha. Nega o'zing menga hali kelin salom qilasan? Kulgim qistayapti. Men senga yosh qizchamanmi, kelin ko'rgani kelgan? Yoki qaynonangmanmi salom berasan? Axir, hurmat yuzasidan salom berdim-ku. Oyjon aytdilar. Urf-odatlarimizda shunaqa qilish kerak deb. Kerak emas menga bunaqa urf-odatlar. Kerak bo'lsa oyimlarga salom berib yururgin. Tushundingmi? G'alati.